17-chi savolda ishlaymiz. Temir bilan rug'dan iborat aralashma suyultirilgan nitrotsiyada chiqqanda 3 xil tuz hosil bo'lgan. Bundan bitta xil tuz, bundan esa 3 xil, mana umumiy 3 xil tuz hosil bo'ldi. Va e'tibor beringlar. Va 3 xil tuzdan qizdirilganda xuddi shunday hosil bo'ladi va qattiq qoldiq mana bu. Qattiq qoldig'imiz e'tibor beradigan bo'lsanglar 48,2 ekan. Mana bu ikkita metal bizda 35,4 ekan. Bu x mol bo'lsa, buni x chiqadi. X deb oladigan bo'lsa 0,5x bo'ladi bu. Ya'ni 4 ga 2 nisbati kamayganligi uchun. Bu 4y bo'ladigan bo'lsa, bu ham 4y bo'ladi. Mana bu ham 4y va reaksiya 2 ga 2 bo'lgani uchun bu ham 4y bo'ladi va ishlaymiz. 56x 56x plus mana buni massasi 65 ko'paytiramiz 4 260 bo'lar ekan. 260y barobar massa, ya'ni 35,4 bo'ladi. Keyin mana bu qoldiqni olamiz. Bu 80 bo'ladi. 160 05 ko'paytirsak 80x plus 65 qo'shamiz 16, 81 ko'paytirsak 4 ga 4 ta bor, chunki mana bu e'tibor bering 4 ta bor. Xuddi shunday 4 tasini olishimiz kerak. 324y teng 48,2 bo'ldi. Sistema qilib ishlab tenglamani topib olamiz. X tenglamani ishlaydigan bo'lsak, x'imiz bunda chiqdi. 0,4 chiqdi. Bu demak 0,4 mol. Y'imiz esa e'tibor beradigan bo'lsanglar, y'imiz 0,05 chiqdi. Shunday qo'yamiz. Buni proporsiya qilib nitrat kislotalarni so'ragan. Buni hisoblab olsak 1,6 mol. Buni 4 ko'paytirsak 0,05 ko'paytirilgan 4 desak 0,2 bo'ladi. Mana bu 0,2 bo'ladi. Bu 4 bo'lsa bu 10. Hisoblab olamiz. 0,2 ko'paytirib 10 bo'lingan 4 0,5 bo'ldi. 0,5 qo'shib olsak 2,1 bo'ladi. Javob A bo'ladi.